Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Xo'p, ikkita egizak uyimiz bor. Bittasini o'z obzorini qildim. Bu videoni menimcha bundan keyingi videoda ko'ryapsiz. 650 million so'mga uy qo'yganmiz. O'sha ikkilamchi xohlasangiz naqd variant mashina bo'lsa ham o'zida bo'lsa kelishamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Ha, buni hujjatini bitta narsani ko'rsatmay ketibman. Hujjatini ko'rsatib ketay. Mana hujjat tayyor. Kadastrlari va undan tashqari mana e'tibor bersangiz suv, gaz, svet, soliq, guvohnoma, tug'ilganlik haqida hamma narsa bor xullas. Uyni tushuntiraman, plyaj, sohil to'yxonani oldidan kirib kelasiz. Plyajda orqasi 4 ta ko'cha bor, o'shaning ikkinchi ko'chasi. Yana bitta hovlimiz bor, bu kichikroq, bu 2.9 bo'lsa, bu 2.6, 5.5 sotixga o'sha tashkentskiy stilda ixchamgina qilib uy qurilgan o'sha uydan sizlarga video qilib beraman. Xo'p, tashqarida ikkita mashina ketadi. 2.6 sotixlik 80% ga bitgan uyimizda obzor. 3.60 darvoza, 380 enlikda perxosh darvozaxona xullas. Mana buni plastiklari bor, narigi hovlinikidek plastiklari bor. Bemalol aloqa etishsalaring Xudo xolasa plastiklarni beramiz. Xo'p, bizda 2.70 ga 4.70 perxoshga kutib oladi. Xudo xolasa nasib bo'lsa. O'ng tarafimizda o'sha bizda spalni, bu yerda bir kishi turadi. O'sha uyga qarab turadi, ustamiz bor. 4.70 ga 3.70 bitta spalni. Ha, bitta narsa aytib beringlar. Stechkasi qilingan, patologlari tayyor. Bir silo shpakilovkasini tortasiz, fasadini urasiz. Xohlasangiz qilib beramiz unisini ham, kelishsak bo'ldi, gap soqqasida. Xo'p, mana bu xonamiz. Yana bitta xona, bu yoq sklad hisobida turibdi. O'sha darvozaxonadagi plastiklar, narigi hovlini, o'sha parketlar, xullas parketi, undan tashqari nakaneshtinglar, hamma narsa beriladi. Bor hamma narsa. Ha, yana bitta narsani e'tibor berasizlar, tashqari fasad bilan narigi hovlini fasadi xuddi mana shu narsadan qilingan, mana. Bu gipki kamin deydi, bu chisti turetskiy narsa. Mana shu narsadan qilingan. Xohlasizlar, buni ham bu hovlini ham qilib beramiz. Xullas, ikkita xona 4.70 ga 3.70, perxoshga 2.70 ga 4.70 stechka qilingan. Bir siloy shpakilovkasini tortib turib, rotmashga shpakilovka tortib turib ustangizga qarab, Xudo xolasa fasaddan uraverasiz. Tepa patologlarimiz bo'lgan. Xullas, xotirjam. Xo'p, ikkita xona, demak, ikkita spalni kelishgan bo'lsak, bu 3-xonamiz mehmonxona. Bu 380 ga 11.20 uzunligi. Patologlar mana shu holatda, buni ham patologini xuddi narigidek qilsa bo'ladi. Bizda gipslar kelib turibdi. Xudo xolasa beramiz, inshaalloh. Agar qilib olaman degan odam qilib olaveradi. Xullas, xotirjam, bu ham normalni tayyor holatda, xullas. Xo'p, perxoshkani ko'rdik, hamma narsani. Endi yashil zona, shu boya aytganimizdek, shu uyda chap tushgani ozgina kichikroq, bu ham 6 metrlik karavot qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yoqda o'sha o'tiradigan xonasi tayyorlangan turibdi. Tapchanini bitta tekislab, to'g'irlab qilib bu ham 4.30 ga 4.20 xona. Buni ham shpakilovkalar bo'lgan, patologlarni bir silo shpakilovkalarni urib, to'g'irlab tugatish kerak. Bu nima uchun bunday holatda desang, mana qaranglar, bu yoqda ham bu oshxonasi. Oshxona, bu narsalar ketadi biz bilan. Oshxona 2.70 ga 4.70 stechkalar qilingan, nulovkani qo'yib, parketni to'shish kerak. Bemalol tashqariga chiqib ketaverasiz. Xo'p, endi buni baynisi ham xuddi shunday, ikkita xonali bayna. Mana bayna. E'tibor berasizlar, baynani ham sesma aylangan. Ko'ryapsizlar, ikkita xona tayyor turibdi. Fundamentga e'tibor beringlar, qanaqa fundament qo'yilgan, qanaqangi baland fundament qo'yilgan. Xo'p, hojatxonasi faqat omborxona qilib 2 bo'linmagan, narigi hovlinikidek bu bitta qilingan. O'sha 3 metrga 3 metr, adashmasam 280 ga 280. Patologlarga plastik urishga tayyor qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, bunda ham sesma bor, e'tibor beryapsizlar. Polni devor, zabor hammasi. Mana buni endi e'tibor berasizlar.
Penoblok 15 minglik penoblokdan quyilgan. Nima uchun penoblokdan uy qurgansan degan savol bo'ladi. Akalar, Rossiya, Moskva, Yevropada odamlar penoblokdan uy quryapti. Sabab hozirgi shu issiqda bemalol xonaning ichida yota olasiz. Salqin, qishda issiq bo'ladi. Shuning uchun penoblokdan qurilgan. Xo'p, penoblokda hech qanaqa og'irlik yo'q, muammo yo'q. Nimaga? Sabab mana bu kalondan e'tibor beryapsizlar, polni kalondan quyilgan. Mana domda qanaqangi kalondan quyilsa, o'shanaqangi qilib qonuni bilan quyilgan. Sabab o'zimizning otamiz quruvchi, o'sha hamma narsani so'rab, bilib, keyin qilingan. Montajlar bu hovli ham yevro, tashqariga o'sha 6 metrlik karavot qo'yiladi. Ha, bitta narsani aytib o'tib ketay. Xo'p. Bilasizlar, o'z dinimizda ham to'g'ri keladi. Hojatxona bilan bani bizda o'sha moykani suvi отдельно bo'lishi kerak. Hojatxonaniki o'zini tagida turibdi, kanalizatsiyasi. Bani bilan oshxonani kanalizatsiyasi mana shu burchakda turibdi. Shada turibdi. 440, xudo xolasa 10 yil, 15 yil bezovta qilmaydi. Chunki sabab 10 yil, 15 yil bezximikat ishlasangiz bo'ladi. Bu joyda men chayon bilan qozdirganman. Chayon bilan qozdirib, keyin qildirganman. Hozir ximikatlar chiqib ketdi. O'sha 1 yilga bir marta yoki 2 yilga bir marta 200 ming so'mga ximikat ishlatasiz. Ustangizni olib keling, darvozani ko'rsating, shifrga olib chiqing, panonga tepaga chiqsin, yoki mana bu akvalarini ko'rsin, bemalol. Endi eshiklarimizda mana tashqi eshiklarimizda ozroq ishi bor. Xudo xolasa uni kelishib ketamiz, nasib bo'lsa. Bemalol. Uyda hujjatda tap tayyor turibdi. Kimning nomiga o'tsa, shuni ariza berib, gaz, svet, suv, любой narsani o'tkazib olsangiz bo'ladi. Uyda narxi 500 million so'm. Ikkilamchiga ham kelishsak bo'ladi. Mashiningiz bo'lsa, mashinga ham kelishsak bo'ladi. Xullas, ozmi-oz yetmay qolsa kutib ham turamiz, mayli, kelishsak bo'ladi. Faqat srochna sotilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Uy muammosiz, bemalol beriladi. Darvozalar konkret darvozalar. Shunaqa tashqarida o'sha kachalka bor. Suv sistemasi xudo xolasa glavniga montaj qilingan, mana. Suv sistemasi uyga kirgan. Glavniga o'tkazib qo'yilgan turibdi. Bu o'tkazib beriladi, bu bizning hisobimizdan. Ko'nglingizni xotirjam qilaverasiz. Uyda men qaranglar, xudo xolasa o'zim farzandlarim yashaydi yoki sotsam sotarman, bo'lmasa farzandlarim yashaydi deb juda e'tibor bilan qurganman. Bunaqangi dit bilan qurilgan uy yo'q. Mendan keyin 10 ta uy bor, mendan oldin bir 15 ta uy bor. Gaz, svet, suv, muammosiz. Gaz ishnasiga nisbatan yaxshiroq. Sizda ham xuddi shunday uyingiz, do'koningiz, yeringiz bo'lsa, reklama xizmatimiz bor. Aloqaga chiqasiz. Borib, xudo xolasa YouTube'da, Instagramda, Telegramda reklama qilib beramiz. Sog' bo'lamiz. Bitta like-ni ayamasdan kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umijon. Sog' bo'lamiz.